Rentgen qilishdi, uzi qilishdi. Uzida bahorda sanatoriyada yotganimda jigaringizda dedi, antibiotikni ko'p ichganingizdan bir chay bir qism qatib qolgan dedi. Hamma dalinaga dori qilishyapti. Dalina tushmayapti-da. Dalina tushmayapti. Dadasi menga ash'ala choyimdan qolgan edi. Ash'ala choyni olib kelib beringlar desam, Alloh shundan shifo bergani rost bo'lsin. 3 marta ichdim xolos. 3 marta ichdim. Haligi choydan dalinam ham yo'qolib qoldi. Kasallik bo'lsa, qayerdan shifo topsangiz shunga qarab intilasiz ekan odam. Dalinam umuman yo'qolib ketdi. Mehrigor kompaniyasidan aziz yurtdoshlarimiz uchun Ramazon aksiyasi. Endi Alato yoki Arigato Box mahsulotiga buyurtma berish orqali quyidagi sovg'alarni bepulga qo'lga kiritishingiz mumkin. Bular salomatlik to'plami, Alibaba eliksiri, klinikamizdan 500 ming so'mlik voucher va Doktor Ali shifobaxsh choylari. Shoshiling, bunday ajoyib va foydali aksiyadan foydalanib qoling. Hoziroq buyurtma berish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Men Majidova Ro'zixonman, 61-yil Andijondan keldim. Avvalambor Alloh ekan, Alloh meni shu yerga dardlarni orqasidan jo'natibdi. Mana shu yerga sizlar orqali, sizlarni berayotgan balzamlaringlar, choylaringlar orqasidan shifo bergani rost bo'lsin. Shifo izlab keldim men bu yerga. 15-yildan beri men mazam qochib horib turar edim. Dalina bilan boshlangan men birinchi marotaba men orqali zakaz qilganmiz. Telefon orqali zakaz qilganmiz. Ikkinchi yana bir kun zakaz qilishgan ekan xo'jayinim. Ularni ichib 10 marta gapirgandan bir marta ko'rgan yaxshi ekanda 3 kun deganda o'tirdim. Boshimni ko'tarmay, ko'zimni ochmay gapirmagan ayol 3 kunda o'tirdim. Qabziyatni gapirmay ko'ring. Shunaqangi qiyin bo'lardi. Endi bir narsa yesiz kelar ekan u narsa. 5 kunda o'rnimdan turib hovliga bordim. Shu ali choydan balzamlarini ichdim. Ana shu choy bilan qo'shib berdi, sovg'aga berishgan choylar. Detoksiyama balzam ichdingizmi yoki? Hozir endi aytib, xotiram yo'qoldi, ko'zlarim qaralashdi. Endi bu kasallik meni olib ketdidan ancha orqaga olib ketdi. Shundan endi haligindan shifo topdim. Men 3 kunda, 5 kunda unga holatga yetaman deb o'ylamadim. Endi meni bir anaqa bor aytibman, ya televizorga reklamalarga rosa qiziqmayman. Umuman, bu ham bitta reklamada der edim. Ko'rganman sizlarni reklaminglarni, lekin e'tibor bermaganman. Bu ham bitta reklamada der edim. Undan keyin televizorga qiziqib qoldim, reklamani ko'radigan bo'lib qoldim. Xullas shunaqa qilib, sog'lig'imga beparvo ayol emasman o'zi, kim biladi, endi shunaqa bo'lib qoldi. Yuragimda birinchi o'rinda davlinam normallashdi. Haligi bir piyola ichadigan ovqatimni bir chin ichadigan bo'lib qoldim. Qabziyat kunda bir mahal bemalol o'zim yurib borib kelib yurdim. Bu yuragimda shamollash, hech qonim kam bo'lib umuman. Keyin doktorga yotqizishdi, operatsiya deyishdi. Ikkala tomonlama operatsiya desa tasavvur qiling endi. Men holatim xo'jayinim biladi, men bilaman. Yo'q, dadasi, men operatsiyadan chiqmayman. Yo'q, rozi emasman, operatsiyaga rozi emasman dedi. Meni boshqa viloyatga olib borishdi, doktor bor ekan, 1 yilda tuzatar ekan desa bo'pti deb mahalliyalar bilan birga olib borib tashlab kelishdi. 10 kun qanaqa o'tganini bilmayman. Eda doktor menga ko'rib, mana shunaqa dedi. O'pkangizni o'rtasi yo'q desa hayronman-da. Nimaga meni o'pkamni o'rtasi og'riq yo'q, yaxshiman men. Men ali choylardan foyda ko'rdim. Davlinim endi men dedim, to'g'ri xafa bo'lib ketdim. Operatsiya bo'lganimga men nima davlinim yo'qolib ketgan meni. Men desam yo'q. Xullas shunaqa deyishdi. Buyurayingizda ham bor, hamma yo'g'izman. Mana bo'pti. Shunday qanday yotganini bilman. 3 kun yotganmisam yaptı, falan hamma dalinaga dori qilishyapti. Dalina tushmayapti-da. Dalina tushmayapti. Dadasi menga ash'ala choyimdan qolgan edi. Ash'ala choyni olib kelib beringlar desam, Allohning qudrati bu. Allohning qudrati. Alloh shundan shifo bergani rost bo'lsin. Men bu maqtashga emas, boshqa birovlarga emas, boshidan kim tabib, boshidan o'tgan desam tabib. Haligi choyda nevaram olib yotdi, meni rejim deyishdi. Nevaram choy damlab kelib berdi men. 3 marta ichdim xolos. 3 marta ichdim. Haligi choydan dalinam ham yo'qolib qoldi.
O'zim oyog'im bilan yurib chiqqanimga shu deyman. Kechalar nafasim bo'g'iladi. Ba'zi qizlar dalinam ushlab qo'yinglar. O'zi shuna bo'ladi, xola, shuna bo'ladi. Yo'q, men buna bo'lmishim kerak, bunaqa emas edim deyman. Endi eng qiziq narsani aytsam, shu doktorxonada meni rentgen qilishdi, uzi qilishdi. Uzida bahorda sanatoriyada yotganimda buyragingizdagi bezovtachilik bor, jigaringizda dedi. Antibiotikni ko'p ichganingizdan bir chay bir qism qatib qolgan dedi. Yine toshma toshgan edi. Menga antibiotikni ko'p ichganligingizdan toshma toshdi dedi. Shu narsalar yo'qolib ketibdi, qarang. Bir oy shinisi yemay yotgan odam shularni ichib, doktorga borib qon analizini tekshirsam, O'zbekistonda unchalik 70-80% ayollarda unaqa qon chiqmaydi. 11 shit qonim. Yig'lab tushdim, xudodan so'rab keldim, xudodan ana kishini gaplarini eshitib hozir qanaqa qilib rozi bo'lganim ham bilmayman. Hozir men bunaqa qilib o'zimni ko'rsatish emas, yo gapirish emas, menga birov pul bergan yo'q. Gapirib ber deb aytaman, men ikkilanardim, reklamaga qiziqmas edim. Hozir bu kishi sizga hech vahimali gap yo'q, gap yo'q. Yegisi kelgan narsani yeng. Men taqiqlangan shu yo'q. Boshqa qo'ygishi, boshqa yo'q. Hamma nimani yegisi kelsa yeng deyapti. Mana qarab turasiz, hassani tashab kelasiz. Uyimizda shoptolar, olmalar pishib yotadi haliga. Qarab yutib qo'yaman. Alloh menga rizqimni shulardan ham qilib qo'yibdi deb. Mashina ishlaganlarni ham ashna qilib menga o'xshab ikkilangan, ayniqsa menga o'xshagan ikkilangan kasallarga. Yo'q, buni 10 marta eshitganda bir marta kelib ko'rsana, shu doktorlarning gapi ham davo bo'lib qolar ekan. Bu bilan men doktorlarni yomon, bular yaxshi deyapman emas. Kasallik bo'lsa, qayerdan shifo topsiz, shunga qarab intilasiz ekan odam. Shunga yashash kerak ekan. Endi yashash kerak. Allohning bergan umridan oshiqcha so'ramaysiz, lekin bu oyoq qo'lingizdan qo'ymasa Xudoyim. Xonadoningiz tinch bo'lsa, bitta qattiq non yesiz ham uyingiz sog'ligingiz tinch bo'lsa tatil ekanda. Mana shu noyabrdan beri ancha buni yotardim, bunchalik uzoq yotmasdim-da. Asab qolmadi, ko'z qoralashdi, quloqlar yaxshi eshitmay qoldi. Shularga ashuna manzamlari bor ekan, surkadim. Men ashida xato qildim. Aytdim, men ali joylariga nimasiga bekor ishonibman. Vaqtim o'tibdi deb qolib, men o'zim xato gapirgan ekanman. Men o'zimga o'zim aravachani ko'rsatishni yo'q, qo'rqaman, aravachada o'tirib qolishdan qo'rqaman. Hasati yana davralarga kiramay qoldim. O'rtoqlarim keladi. "Ro'za opa, siz kasalmasiz" deydi. "Qarang" deydi. "Yuzlaringiz yosharib ketgan" deydi. Men ash choydan ichyapman, yuzlarimga shinamlardan surkidim desam, "Yo'q, biz siz boshqacha tasavvur qiluvdik." Foyda qilib tash choy nechta soldi. O'zimni opamga berdim. Opam voy bilan suyunadi. Opam ham qish qonni ishgan edi, meni ham qornim ishgan edi. Tortilib o'zimni jiyanlarimga berdim. Ash menga telefon qilgan ovsinim ham ishdi. Hatto yaxshi narsa ekan. Dalinam umuman yo'qolib ketdi. Dalina yo'q, menda asabdan ag'arib qolmadi. Baqirib chaqir. Hozir rosa tinchman.